Belorussiya prezidenti Lukashenkoning taklifini sizlar ham ko'rdinglarmi, o'rtoqlar? Mana shu videoni bitta ko'ringlar. Bu videoni zvukini o'chirib qo'yganman, chunki bu Lukashenko, конечно, o'rischa gapirgan va men buni so'zlarini sizga hozir o'zbekchada perevod qilib beraman. Xo'p, Lukashenko aytayaptiki, bizda qarovsiz qolib ketgan joylar ko'p, suv bemalol deyapti. Ya'ni qancha 40 million aholisi bor, lekin ularga, ya'ni aholisiga nisbatan O'zbekistonda yeri juda ham kam deyapti. O'zbeklar kelib bizga joylashsin deyapti. Ya'ni o'zbeklar kelsin Belorussiyaga, Belorusiyada ishlasin, bolalariga bir qandaydir obrazovaniya kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qishlarga topshirsin, oilasi bilan shu yerda yashasin, yerlar bizda ko'p deyapti. O'rtoqlar, bu Lukashenkoning taklifiga sizlarning fikringiz qanday? O'z vatanini tashlab Belorussiyaga borib yashagan yaxshimi, yokida ozgina qiyinchilik bo'lsa ham, yokida yerlar sal qimmatroq bo'lsa ham, o'zimizni tug'ilib o'sgan vatanda qolib yashagan yaxshimi? Belorussiya prezidenti Lukashenkoning taklifiga binoan o'zbekistonliklar Belorussiyaga kelib qo'ndi, o'rtoqlar. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Bizni, ya'ni o'zimizni o'zbekistonlik fuqarolarimiz hammasi bir xil formada, ya'ni O'zbekiston ramzi tushirilgan formalarda Belorussiyaga kirib kelishdi. Endi bundan keyin bularni hozir bo'lib, ya'ni har bitta tumanda, har bitta, ya'ni alohida joylarga ishga joylashadi. Bulardan hozir ya'ni yangiliklarni kutib qolamiz. Bu qanday ishga joylashadi, oyliklar qanday, bulardan biz ma'lumot kutib qolamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bular ya'ni videoda aytishyaptiki, işte hammasi yaxshi, kelib qo'nishdi, hech qanday bir muammo yo'q. Bularda yaxshi, ya'ni yaxshi tarzda bularni Belorussiya xalqi kutib olishgan. Bular aytishyaptiki, hozircha hammasi yaxshi.